Salom, men Kungaboqar Yoqiman. Bugun sizlar bilan foydam emas, aynan qachon va qanday zararli bo'lishi haqida gaplashamiz. Meni juda qizdirding. Endi ichim o'zgardi. Foyda ketdi, zarar paydo bo'ldi. Qizdirildim, ichim kimyoga aylandi. Tanaga kuch emas, muammo olib kelaman. Yurak charchadi, jigar qiynaldi, miya esa g'ash. Hammasi mendan shikoyat qilyapti. Fast food bilan birlashsam ish chatoq. Qorin to'ladi, sog'liq yutqazadi. Bugun bilib olding. Endi tanlov o'zingda. Sog'lig'ing eng katta boylik. Qaynayotgan ovqatda qolib ketmay. Issiq va namlik bakteriyalarni ko'paytiradi. Juda issiq ovqatni aylantirma. Bosimdan sinib ketishim mumkin. Tuzni boshida solma. Oxirida solsang, vitaminim kamroq yo'qoladi. Plastik idishda isitish xavfli. Issiqda zararli moddalar ovqatga o'tadi. Mana